Do'stlarni sinab bo'lmaydi. Do'stlarni sinab bo'lmaydi. Bil'aks, undan ko'ra o'zingizni sining. O'zingizni sining. Sinashlikni belgisi qayerdan bilinadi desa, o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani o'sha birodaringizga, do'stingizga ilinyapsizmi yoki ilinmayapsizmi? Ana shunga e'tibor qaratish kerak. U do'stni sarhisob qilib, sinov qilib, har xil sinovlarni qilib, imtihon qilib, u menga do'stmikin, do'stmasmikin degandan ko'ra, undan ko'ra o'zingizni do'stligingizni baholang. Mana shunga buyurilganmiz. Do'stlarni sinovdan o'tkazaman desangiz, do'st sinovdan o'talmaydi. Eng yaxshi do'st bu ota-ona bo'ladi hayotda o'zi. Ota-onadan ko'ra yaqinroq do'st bo'lmaydi. Chunki ota-onani qonidan tushamiz, unga otamiz sababchi bo'ladi. Shuning uchun bizlarni Xudo taolo dunyoda ota-onamizga bo'lgan do'stligimizni ham, vafoligimizni ham, sadoqatimizni ham o'zi bardavom qilsin. Oxiratda dunyoda birga qildi. Oxiratda Xudo taolo jannatlarda ota-onalarimiz bilan, chin do'stlarimiz bilan birga bo'lishimizni Alloh o'zi nasibi muvaffaq aylasin.